Reading ko'rib borib charchadim, hech o'smayapti. Mister Hamza, savolim bor edi sizga. Voy, Mister Hamza nima? Men senga necha marta aytdim. Yo'q, Hamza aka degan yoki ustoz degan. Nima deysan? Ha, bo'ldi. Qanaqa ustoz? Qarang, постоянно reading qilyapman. O'zi ham bir 40 ta test yechib tugatdim. Hech o'smayapti. 6 dan balangi chiqmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Bitta maslahat bering, ko'p bermang. O'shani men постоянно qilib yuraydi, zo'r bo'lib ketsin, 9 oling. Xo'p, bo'ldi, qara, men senga bitta yechim beraman. Faqat sen shu narsani muntazam qilishing kerak. Shu narsani qilsang, konkretni o'sasan, xudo xolisa. Bu narsa nima? Sen artikl o'qishing kerak. Nimaga o'zi artikl o'qish kerak? Artikl o'qiydigan bo'lsang, birinchi navbatda sen IELTS readingdagi mazmunni, tekstni mazmunni yaxshi tushunishni boshlaysan. Ikkinchi navbatda speed reading degan narsa bor. Speed reading nima? IELTS shu materiallarni o'qiyotgan paytingda, shu passagelarni o'qiyotgan paytingda tez o'qigan taqdiringda ham mazmunini yaxshi tushunasan. Masalan, shunaqa holat bo'lishi mumkin. O'zi tez o'qiyotgan paytingda shunga xohlasan qayta o'qishing bo'ladi, shunaqa narsalar bo'ladi. Bular hammasini yechim artikl o'qish. Uchinchisi va asosiysi so'z boyligi oshishni boshlaydi. Nimaga? Ingliz tilida collocationlar bor, phrasal verblar bor. Shu narsalar tekstni ichida birga kelganda qanaqa mazmunda bo'layotganligini boshqa artikllarni ko'p o'qish orqali tajriba yig'asan va yaxshi tushunishni boshlaysan.